Alaysizlar, bugun sizlar bilan garabuma 2 qilamiz. Sochim ishlab qilib yig'ib oldim va yuzim metoga tayyor. Yaqinda sizlarga yangi kosmetikalar qildim deb aytganim to'g'rimi? Shularni hammasini obzor qilamiz. Zo'r kosmetikalar olganman. Buni balkim ko'pchilik bilar, lekin men sababi kosmetikaga u darajada mehr bermagan edim. Yaxshi ko'raman, lekin qanaqadir e'tiborim bo'lmagan ekan. Tak что hozir hammasini bitta qilamiz. Mana shu kremni sevdim, просто wow. Bilmaganlar screenshot olamiz. Chunki yaqin kunlarda ko'rganlar yaxshi biladi. Imенно jazolarimga problemalarim juda ham ko'payib ketgani va buni davosi aynan shu krem bo'ldi. Bu yangi tonalli imенно yoz uchun juda ham menga ma'qul bo'ldi. Sababi gladki yoki unaqa og'ir bo'lib qolmaydi yuzingizda. Normal bo'ladi. Endi shunaqa oyna. Слишком oppoq deganlar uchun menga shunaqa yoqadi. Manimcha bu yuzida ko'p problemalari bor insonlarga tushunsa kerak. Chunki unaqa yoqmaydi bu. Bu asosan kundalik makeup uchun. Menga yoqdi. Chunki men bunday problemalarim yo'q. Bor edi. Bu turadi. Voy kiribcha. Aya. Qora sumkani berib yuboring. Chunki yarim kosmetika sumkamda yuradi. Sen xo'p. Karakter. Oldinlari ishlatmasdim. Faqat rimlarni turardim. Chunki yuzim malol. Hozir ko'p sürmüyor. Çünkü şuna korkuyor. Neyse. Buraya başlayalım oldu. Baksan doğru. Kırıkkanlı arkasından koyalım. Doğru kullananı bilmiyorlar zaten kullanalım. Arayla. Уже. Mesela her bu bir tane. Ulaş bir tane. Bugün ne koyduğumu yanlış bilmiyorum koydum. Короче. Akçaydı. Hazırda en zor fiksator. Hani bir 3 akak tuttu. Ne gelin ne? 24 saat çok düşebildi. Klebil kere. Qo'shmasi qilmaganman. Ancha o'rmon bo'lyapti. Ishlatib ko'ringlar dahshat. Screenshot qiling. Telani to'g'risi sevaman. Bu Shiglemniki. Nичо. Ichi shunaqa. Anadirman ko'ringlar. Bunaqa kistichkada. Buncha. Ko'rib berishdan qo'yaman. Такой удобный, но oynasiga qarab ishlatasiz. Коричневый, как всегда. Eng yoqqan joyi quvvatlaysiz ko'zga ko'rinadi. Undan keyin bunaqa yaltiroqlar bor, olib qo'ysa chiroyli turadi. Qo'yib ko'ramiz. Yaltiroqlar qoldirib qo'yib qo'yaman. Qaranglar, уже. Вот это класс. Menga o'xshab yaltiroq kerak. Yaltiroq haqida gap ketdi. Hamda eng zo'r yaltiroq ekan. Shunaqa melki ichidagi blesklar, lekin ochish juda qiyin ekan. Qizlar. O'tirib kanallar. Ham telegamda Alloh qo'ysin uchun. Rahmat deganlar uchun o'tgan safar Gabrini ishlatgan edim. Gabrini Xitoyga ishlatmalar. Chunki bilmayman to'chini nima, lekin minus taraflari ko'p ekan. Ustini o'chirib anaqa bo'lib ketdi, o'chib ketib qoldi. Shilib qo'ydim ustini. Rasitishdi. Sensolo ekan. Sensolo. Bu rang bermaydi. Qolgan pudralar sariq qilib qo'yadi-ku. Bunaqa emas. Yuziga rangi qanday tursa faqat bu madra atsent qiladi. Qosh bo'yaymiz. Qosh bo'yash uchun keng ishlanib qolibdi olmayman. Keyin safar olaman. Пока что eski tengimda bo'yab turamiz. Qoshim слишком qalin bo'lib ketdi, sababi asliga qilmaganman. Tush. Hozirda men eng sevib ishlatayotgan tushim. Teleskop. Screenshot qilaman. Live hack ko'rdim, men bu juda chiqib qolgan bor. O'sha naq boramiz, shunaqa qilasiz kerak, ko'zdagi noqib turib, keyin berkasiz. O'ylayapman. Bunga bir yopishtirgan kerak tush qo'ying. Chunki yangi ko'p olgan. Mana bu. Sanishi. Shunday yopishtirib ko'ramiz. Tushni keyingi safar so'rab ber. Lekin zo'r tush. Buni kiprigidan yopishtirib qo'yamiz. Kipriklarni yopishtirib oldim. Faqat ozgina qiynaldim, sababi kley слишком мощный keyin tushdagida ancha bunday kiprikni qayrib turib qilsangiz udobnoroq bo'ladi. Kiprigim uchlariga ham tegib ketgan kley bo'lib ketdi, qiynaldim shu sababdan. Endi boyagi maqtagan tushim bilan ko'zamizni yumib olamiz. Kiprikni necha razmerini ishlatganim 19 ishlatdim. Mana titipini chiqarib qo'ydim. Kleydagi tamam bir tarafi kley, ikkinchi tarafini bo'y bo'lgandan keyin qo'yilgan, lekin nima qo'yiladi tushunmadim. Bilsanglar kommentariyada yozib deydi. Oxiri pomada. Mana shunaqa go'zal bir kontur ishlatganman. Kim bilan xohlasa biyoz, kimdir pomada xohlasa shunaqa reklamadan oldim. Golden eng zo'r pomada. Qo'yamiz. Qani. Chiroyli. Effekt umuman yo'q. Kulminatsion joy maykapimizni qotiramiz. Eng zo'r maykap qotiradigan mana shu. Kimdir ko'rsatib beradi. Ayniqsa yozda bu bizga kerakli bo'lgan narsa qilasiz. Screenshot qilamiz. Qanaqa narsalar? Hadiyam priят. Endi sochlarimizni olamiz. Sochim ishlarsa qilmadim, chunki yarim. Maykap sizlarga yoqqan bo'lsa, like, kommentariyada kutib qolaman.